Assalomu alaykum. Beshqarag'och ko'chasidagi klinikada xatna markazida kengaydik, shogirdlar ham ko'paydi. Bu yerda xatna turlari ham ko'paydi. Kichkina chaqaloqlardan tortib kattaroq bolalargacha har xil turdagi xatnalar qilamiz. Har bir xatnaga mana shunaqa sertifikat beriladi. Orqasida yo'riqnomasi bor, QR-kod orqali nazorat qilinadi. Ustozni Mahmudov Shoyisov Shaislamovichni maxsus instrument apparatlari orqali maxsus usulda qonsiz standart xatna qilamiz. Bunga qo'shimcha yana VIP xatna qilamiz, og'riqsiz xatna deyiladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar 7 kunligidan 40 kunligigacha eng yaxshi rejali xatna o'tkaziladi. Shu yerda ko'rib muzlatib qo'yamizda 2 daqiqada xatna qilamiz. O'tiradigan bolalarni mana shunga o'tirg'izib ko'ramiz. Bulbul uzun bo'lsa ichkariga kirmasa, choksiz, bog'lovsiz 1-2 daqiqada 5 minutga kirib chiqadigan xatna qilamiz. Standart xatna mana shu bo'ladi. Agar mabodo bulbul ichkariga kirayotgan bo'lsa, semizligi bo'lsa, kichkinaligi bo'lsa, choq qo'yib ham xatna qilsa bo'ladi. Bolalarni mana shu yerda o'ynatamiz. Xatnadan chiqqandan keyin shu yerda o'yinchog'ini tanlab ketaveradi. Hamma xatna mana shu xonada bo'ladi. Bu xatna xonasida bolalar rullarni ushlab ko'radi, yotib, maytda PlayStation o'ynaydi. Qo'llariga yo rul tutqaziladi, yo joystick beriladi. Bu yerda ular turli o'yinlarni o'zlari tanlaydi, o'ynab yotadi. Multik ko'radigan bolalarni ham yotqizib turib 2 daqiqada tez xatna qilinadi. Endi ba'zi bolalar spokойно yotadi, gapga ko'nadi, psixologik tayyor bo'lsa, ularga kichkina insulin shprisda lidokainni inyeksiya qilinadi. 5 daqiqadan keyin hech narsani sezmaydi. Buni VIP xatna deymiz. Va bu VIP xatnani bolalarni demak og'riqsiz, yig'isiz, chiroyli o'tkazishga imkoniyat beradi. Shuning uchun agar xatna xizmatlari bo'lsa, individual yondashuv bo'lsa, mana shunaqa sharoitlarda bolani yig'latmasdan, og'ritmasdan, yo bo'lmasam tez xatna qilish kerak bo'lsa, standart xatna quyidagi raqamlarga murojaat qilinglar.